İmam al-Buxoriy qabrlari. Eshitaylikchi. Bosh tarafidan o'taylik, sizlarga o'sha ichkari taraflar juda ham chiroyli ko'rinadi. Alloh sizlar bilan shular berilgan. Beydi grupa bor. Mana shu bosh tarafidan hammasi 6 yil davomida yangidan barpo etildi. Oldingi eski holatlaridan faqatgina ziyoratgohimizdan mehmonlar kirib kelishdagi chinorlar qo'ygan. Asosiy chinor 5 ta chinor birinchi masjid davridan bizgacha yetib keldi. Birinchi masjid 16-asrda barpo etilgan dedik boshida. Hozirgi buzilgan holatlari 1998-yilda rahmatli Islom Karimov tashabbuslari bilan qurgan edilar. Mana bu 3-holatlari mehmonlar. Mana endi mehmonlar 2 minut vaqtlaringiz gapirib olsin hozir. Aslida qabrlari bor. Hali rasman ochilmadi. Alloh nasib etsa yaqin kunlarda ochilib qoladi. Ana endi mehmonlar 2 minut diqqat qilingizlar, sizlarga mana shu dargohdagi bo'lgan voqeani gapirib o'taylik. Sovet hukumati davriga kelib, ziyoratgohlar yopilgan, masjidlarda namoz o'qish taqiqlangan davr bo'lar ekan, bu 1950-60 atrofida Indoneziya davlatini podshosi bo'lgan birinchi prezidentlar ismlari Sukarno Moskvaga davlat ishlaridan borib, Buxoriy hazratlarini qabrlarini so'rar ekan Moskvada. Endi Indoneziya musulmon davlat o'sha podsho Qur'onni yod olgan inson bo'lar ekan. Moskvaga ayrim o'sha shartnomalarga qo'l qo'yish uchun kelar ekan, juda ham katta bir o'sha rasmiy tashrif bilan boradida Buxoriy hazratlarini qabrini so'rar ekanlar. Eng avvalo davlat ishlarini boshlashdan oldin borib Buxoriy hazratlarini qabrlarini ziyorat qilaylik deganlar. Rus hukumati bilmas edi Buxoriy kimligini. Majbur bo'lar ekan, kelib Buxorodan izlashni boshladilar, Buxoriy deb. Qabri topilmadi. O'shanda O'zbekiston bosh imomi Ziyodin Qarib aytdilar, Buxoriyning qabri Samarqandda, Xartangda. Lekin bu dargohga mehmon olib kelib bo'lmay juda bir ayanchli ahvolda dedi. O'sha xabarda mehmon Moskvada turib eshitganlarda ko'zlarida yosh bilan Allohga shukr, Buxoriyda qabrlar topildimi? Men hattoki piyoda borishga ham roziman shu qabrlarga, hoziroq boraylik dedi. Olib kelar ekan, atayna qorong'ida kechasiga to'g'rilab olib kelar ekan, yon atroflarni ko'rmasin dedi. Indoneziya davlatining podshosi kechasi kirib kelar ekanda ziyoratgoh darvoza oldi bo'lganlarida oyoq kiyimlarini yecharkan hurmat qilib, qabrlariga yaqin qolganlarida ta'zimda emaklab kelib qabr boshiga joynamoz to'shatirib, Qur'on oyatlaridan tong otgancha o'qib yig'lab tilovat qilar ekan. Tong yorishib ketdilar, yon atroflarda ko'rar ekan u kishi. Ey musulmonlar, shunchalik ulug' insonni qabri Qarabaq holda bo'lsa, butun dunyo musulmonlari izlayapti. Shunchalik ulug' insonni qabrini Qarabaq holga aylantirib qo'yibsizlar. Agar bu kishining qabri sizlarga kerak bo'lmasa, bizga beringizlar. O'z vatanimga, Indoneziya davlatiga olib ketamiz. Vatanimda katta bir ziyoratgoh barpo etamiz. Sizlarga xohlasalaring Buxoriyni qabr turpoqlari bilan kavlab olib ketgan joyimizni tullo bilan to'ldiramiz dedi. Agar to'nma chiqsa, to'nma tullo sizlarga vatanim hisobidan beraylik dedi. O'shanda O'zbekiston bosh imomi Ziyodin Qarib rahmatli aytar ekan, biz Buxoriyni qabrlarini kimga bera olmaymiz. Bizdan keyingi mana shu avlodlar so'rasa, kelgusi avlodlarga nima deb javob beramiz deb Buxoriy hazratlarining qabrlari Sovet hukumati davrida saqlab qolingan ekan. Mana mehmonlar Indoneziya davlatining podshosi kelib, bu dargohlarni ziyorat qilib, bir ehson hadyalar qilar ekan. Obod qilinglar, ulug' dargoh islom olami kelib ziyorat qilsin dedi. Ana shundan keyin ham mana shu dargohga bir yanada e'tibor oshgan va yanada obod bo'lgan. 1998-yilda qayta ta'mirlangan edi. O'sha buzilib, qaytadan barpo etilgan edi. O'sha holatlar ham bugungi kunda masjidlarimiz kichiklik qilib qoldi. Juma kunlar, hayit kunlari namozxonlar chiqmar edi. Mana bugungi kunga kelib, chet davlatlardan ziyoratchilar tashrif buyurib, dastlab ko'pchiligi Buxoriy hazratlarini bir ziyorat qilib,
keyin umra hajga ketganlar ko'p oramizda. O'shani hisobiga mana bugungi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan bu dargohlar kengaytirilib obod bo'ldi aziz mehmonlar. Alloh nasib qilsa faqatgina ulug' dargohlarda hojonalar bo'lib, hojaki hojibolar bo'lib kelib duo qilish nasib qilsin barchamizga. Ana endi mehmonlar telefonlarni o'chiraylik. Savollar bo'lsa so'rangizlar. Mana bugun ulug' inson o'tganlarga Alloh rahmat qilsin.